Bugungi matbuot anjumanimiz bevosita Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatini 2025-yil davomida amalga oshirgan ishlari va o'sha 2026-yilda oldinda turgan rejalar, qanaqa loyihalar amalga oshirilayotgani, shular bilan bevosita jurnalistlarni xabardor qilish maqsad tashkil qilinyapti. 2025-yil birinchi yanvar holatiga Navoiy viloyatida jami 230 ta mahalladan 200 tasida to'liq va 113 tasida qisman ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lib, 16 ta mahallada markaziy ichimlik suvi yetib bormagan. Markaziy ichimlik suvi yetib bormagan mahallalar qaysilar? 16 ta mahalla tog'li hududlar, tog' oldi buloqlaridan, o'zlarini individual yakka skvajinalaridan ichadigan mahallalar kiradi. 2017-yilda qisman ta'minlangan muhojirlar soni 200 tani tashkil etgan bo'lsa, yana 55 ta muhojir ichimlik suvi yetib bormagan bo'lgan. Oxirgi 7 yilda olib borilgan islohotlar, hurmatli prezidentimizning sohaga bo'lgan e'tiborlari va viloyatimizga ajratilgan mablag'lardan kelib chiqib 39 ta muhojirda ilk bor ichimlik suvi yetkazildi va bundan tashqari 75 ta muhojirda mavjud quvvatlar oshirilib, tizimni qayta rekonstruksiya qilish natijalari ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Bugungi kunda markaziy ichimlik suvi mavjud bo'lmagan mahallalarga Navoiy suv ta'minoti aksionerlik jamiyati hududiy bo'limlariga qarashli jami 11 ta maxsus suv tashish texnikalari bu tuman shahar hokimliklari bilan reja grafik tasdiqlangan. Bu ayniqsa Tomdi, Chuqurbuq, Nurotani, Xatirchini olis hududlari ichimlik suvi yetkazib bo'lmaydigan joylarga texnika orqali ichimlik suvi yetkazib beriladi. Savollar bo'ladigan bo'lsa, bugun bevosita javob olish uchun rahbariyatdan savollarga yo'nalamiz. Marhamat. Bu sohadagi bitta og'riqli muammo bu minitor qarzdorlikdir. O'tgan 2024-yil yakunida ham biz aynan matbuot anjumanida ishtirok etganimizda o'shanda ham minitor qarzdorlik 19 milliard atrofida qayd etilgan edi. Bu borada olib borilayotgan choralar o'z natijasini bermayaptimi? Raqamlar pasaymayapti-da. Shu bo'yicha bir izoh berib o'tsangiz. Haqiqatan o'rinli savol beryapsiz. Hozir odamlar ancha suvga ham pul to'lash kerakmi degan fikrdan yiroqda bo'lgan. Bizda eng ko'p qiynayotgan muammolar bitta tashkilotni qarzi bor. Biz suv bermay qo'ysak bo'ladi. Bu yerda katta bir investor Xitoydan kelib bizga ishonib katta bir zavod qurib o'tiribdi. Unga bir qancha respublikada katta yirik zavodlar bog'liq. U ishlab chiqarayotgan производствосini agar bir kunlik to'xtatib qo'ysangiz, juda katta obyektga keladi. Mana yurtlardan bir ikkita ishda yirik qolib ketgan summalar mana shunaqa sifrani ketib turibdi. Navoiy viloyati hududida suv zaxiralarimiz qanday? Mana buni ko'p kuzatamizki, yildan yilga yer osti suvlari pasayib ketadi. Bu qaysi tumanlarda? Xatirchi, Nurota, Tomdi, Kanimyoq tumanlarida. Navoiy viloyatining Nurota tumani bilan Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumaniga moratoriy joriy qilingan 2030-yilgacha.